Ko'pchilik akalarimiz so'ragan gusnitsa apparatlarimiz yetib keldi. Hozirda sizlarga buni qisqacha ma'lumoti va sifatlari haqida gapirib o'tamiz. Xo'p, birinchisi ikkita sepli bo'lgan 7 o't kuchli salarkali gusnitsamiz bo'ladi. Xo'p, buni seplari ikkitadan bo'ladi. Ballonga ham moslangan bo'ladi. Yog'li to'ri salarka boklari 3 litrli qilib ishlangan bo'ladi. Yog'siz joylari zavodni orqali yarimta tortganda zavod olish bilan sifatli ishlab beradi. Seplari pechatli sepdan bo'ladi akalar. Xo'p, skorlari oldiga ikkitadan, orqaga bittadan skorlari bor. Rollarini tepaga, pastga qilib bemalol, eng qizig'i o'ngga, chapga qilib ishlatishingiz ham mumkin. Xo'p, buni harakat olishi motorlari 170 motor bilan jihozlangan. Harakat olishi motor ishga tushganda через remey bilan reduktorga, katta reduktorga harakat beradi. Keyin ana shu reduktor aylanib sep ishlaydi akalar. Xo'p, ikkinchisi bu 7 o't kuchli bitta sepli gusnitsa apparatimiz bo'ladi. Yog'li to'ri benzin baklari 3 litrli bo'ladi. Bunda ham yog'siz joylari zavodni orqali yarimta tortganda zavod olish bilan sifatli ishlab beradi. Xo'p, filtrlari maslinli bo'ladi. Bunda ham harakat olishi reduktor motor orqali через remey motorlari 170 bo'ladi. Buni ham rollarni tepaga, pastga qilib ishlatishingiz mumkin. Skor ikkita oldinga, bitta orqaga, bitta neytralnisi bor akalar. Xo'p, bundan keyingisi 7 ot kuchli bitta sepli ikkita ballonli bo'ladi akalar. Ballonli sepli so'raganlar uchun. Xo'p, buni ballonlarini bittadan shprinta turadi akalar. Bog'langga yoki yerlangga yetib borgandan keyin ikkita shprinta chiqarib turib, o'qlarini esa 4 voltga chiqarib yuborishingiz mumkin. Buni yoqili to'ri benzin baklari 5 litrli qilib ishlangan bo'ladi. Motorlari 170 motor bilan jihozlangan bo'ladi. Filtrlari maslinli filtr bo'ladi. Yog'siz joylari zavodni orqali yarimta tortganda zavod olish bilan sifatli ishlab beradi. Buni ham rollarini tepaga, pastga qilib o'zingizga moslab ishlashingiz mumkin. Skorlari oldiga ikkitadan, orqaga bittadan skorlari mavjud. Oxirgisi ikkita sepli gusnitsa apparatimiz 7 o't kuchli benzinli. Yog'li to'ri benzin baklari 5 litrli bo'ladi. Filtrlari maslinli bo'ladi. Yog'siz joylari zavodni orqali yarimta tortganda zavod olish bilan sifatli ishlab beradi. Skorlari oldiga ikkitadan, orqaga bittadan skorlari mavjud. Rollarini tepaga, pastga qilib o'zingizga moslab ishlatishingiz mumkin. Buni ham rollari chapga, o'ngga bo'ladi akalar. Ko'chatning tagiga kirganingizda qiynalmaysiz. Xo'p, bu 7 o't kuchli benzinli ikkita sepli apparatimiz komplektida frezasi, baramalari va plugi mavjud. Xohlaganlar mana bunaqa chizillari, agatlari, payshoqlaridan ham xarid qilishingiz mumkin akalar. Xo'p, kimga xuddi shunday gusnitsa apparatlaridan yoki agregatlardan xarid qilmoqchi bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin akalar. Xo'p, hozirda Agroservis do'konida juda ham katta aksiya ketyapti akalar. Bu aksiya nimadan iborat? Xo'p, Agroservis do'koniga kelasiz. Boy turdagi 7, 17, 19 motoblok gusnitsa apparat bo'ladimi? Motoblok bo'ladimi? 7, 9, 15, 17, 6 motoblokni xarid qilib olasiz va do'konning ichidagi barabanimizni bitta aylantirish imkoniyatini beramiz. Barabanni bitta aylantirasiz. Nimaiki tushsa shu yerda dorisiz apparat tushadi. Kulishnabor, shurpayor, yangi kulishnabor, yangi shurpayor nabor, shu drill, balyarka nimaiki tushsa shuni tekinga beriladi akalar. Xo'p, bu aksiyaga tushishni sharti juda ham oddiy. Shu videoni ko'rdingiz, bitta like bosib, kommentariyaga kirib omad so'zini yozib qo'yganingiz uchun kelganingizda mana shu barabanni sizga taqdim etamiz akalar. Xo'p, manzil Farg'ona shahar avval qishloq Agroservis do'koni bo'ladi akalar. Jonlaring sog' bo'lsin, keyingi videolarda ko'rishguncha akalar.